50 yoshingda ishlash yoki ishlamasligingni hozirdan hal qil. 18 yosh, 22 yoshli o'smirlarga kelajakda muvaffaqiyatli bo'lish uchun nima maslahatlar berasiz? 18 yoshdan 22 yoshgacha bo'lgan davr bu oltin davr. Xato qilishdan qo'rqmaydigan, o'zini ustida ishlaydigan va eng kerakligi sohani aniqlaydigan payt hisoblanadi. Birinchi o'rinda o'zingizga mos keladigan sohani tanlab oling va o'sha sohada eng kuchli insonga shogird tushib, kasbni mukammal o'rganishga harakat qiling. Ikkinchidan, O'zbekistonga kirib kelayotgan yangi kasblar, texnologiyalar va eng kerakligi iskustiy intellektni yaxshilab o'rganish kerak. Bo'lmadi deganda bitta chet tilini bilishingiz kerak. Uchinchidan, fokusingizni har xil oshna-g'oynalar bilan o'tirishlar, choyxonalar, o'yin-kulgilarga emas, ishga, oilaga va rivojlanishga qaratish kerak. Ukam, hech qachon xato qilishdan qo'rqmagin. Ertaga menga rahmat etasan. 50 yoshingda ishlash yoki ishlamasligingni hozirdan hal qil. 50 yoshingda ishlash yoki ishlamasligingni hozirdan hal qil. 18 yosh, 22 yoshli o'smirlarga kelajakda muvaffaqiyatli bo'lish uchun nima maslahatlar berasiz? 18 yoshdan 22 yoshgacha bo'lgan davr bu oltin davr. Xato qilishdan qo'rqmaydigan, o'zini ustida ishlaydigan va eng kerakligi sohani aniqlaydigan payt hisoblanadi. Birinchi o'rinda o'zingizga mos keladigan sohani tanlab oling va o'sha sohada eng kuchli insonga shogird tushib, kasbni mukammal o'rganishga harakat qiling. Ikkinchidan, O'zbekistonga kirib kelayotgan yangi kasblar, texnologiyalar va eng kerakligi iskustiy intellektni yaxshilab o'rganish kerak. Bo'lmadi deganda bitta chet tilini bilishingiz kerak. Uchinchidan, fokusingizni har xil oshna-g'oynalar bilan o'tirishlar, choyxonalar, o'yin-kulgilarga emas, ishga, oilaga va rivojlanishga qaratish kerak. Ukam, hech qachon xato qilishdan qo'rqmagin. Ertaga menga rahmat etasan. 50 yoshingda ishlash yoki ishlamasligingni hozirdan hal qil.